Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kompyuterchilar. Bugun biz siz bilan kompyuterimizda mavjud bo'lgan keraksiz dasturlarni o'chirib tashlashni ko'rib chiqamiz. Bu bizga nima uchun yordam beradi va nima uchun kerak? Bilib turganingizdek, qo'lingizdagi smartfonning xotirasi to'lganida u sekin ishlashni boshlaydi. Bizga kerakli narsa bu xotirani bo'shatish. Telefondagi keraksiz keshlarni o'chirish yoki keraksiz dasturlarni o'chirish orqali biz telefon xotirasini bo'shatamiz. Kompyuterimiz ham xuddi shunday tartibda ishlaydi. Bizda mavjud bo'lgan keraksiz dasturlar kompyuterimiz xotirasini band qiladi va uning sekin ishlashiga sababchi bo'ladi. Biz nima qilishimiz kerak? Biz keraksiz dasturlarni topib, aniqlab, ularni o'chirib yuborishimiz kerak. Chunki har bir ortiqcha dastur har qanday joyni va har qanday kuchli kompyuterni sekinlashtirishi mumkin. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. Buning uchun birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi panel upravleniya, ya'ni boshqaruv paneli. Uni qayerdan topishimiz mumkin? Uni topishni bir qancha usullari mavjud. Bulardan keng tarqalgani pusk orqali yoki ma'lum bir dasturlar yoki ma'lum bir kodlar orqali. Bizga eng oson bo'lgan yo'li pusk orqali topish. Xo'p, bizga kerak bo'ladi Windows knopkasi yoki bu yerda ko'rsatilgan puskni bosishimiz mumkin, menyuni. Xo'p, pusk ochildi bizda va eng pastki qismiga o'tadigan bo'lsak, mana bunday yoki mishkamizdagi rolikni aylantirish orqali yoki strelka orqali kimga qanday qulay bo'lsa ishlatish mumkin. Va eng oxirida служебный Windows papkasini ochamiz. Papkada ko'rib turganingizdek panel upravleniya dasturi bor. Dasturni ochamiz. Mana bizda dastur ochildi. Dasturdan programmы yoki удаление программы qismiga bosishimiz mumkin. Xo'p, bo'limdan o'tib ko'ramiz. Programmы bo'limiga bosamiz. Bo'limga bosganimizdan keyin bu yerda удаление программы bor. Ko'k o'shanga bosamiz yoki birdaniga mana shu ko'k havolani bosadigan bo'lsak, bizni kerakli oynaga o'tkazadi. Bu yerdan kerakli dasturni olishimiz kerak bo'ladi. Bizda mana bir qancha dasturlar bor. Mana bizga kerakli oyna ochildi va biz bu kerakli oynadan dasturlarni ajratishimiz kerak. Qaysi biri biz uchun kerakli, qaysi biri kerak emas. Bir chekkadan o'chirishni boshlaymiz. Sizlarga yaxshi bo'lish uchun tushuntirish berib o'taman. Bu yerda birinchi dastur ko'rishimiz mumkin 360 Total Security. Bu dasturimiz antivirus bo'limiga kiradi, lekin antivirus emas. Antivirus Windowsning o'z antivirusdek ishlab bera olmaydi. Shuning uchun bu dastur kerak emas. Keyingisi Chorny browser. Chorny e'tibor berishingiz mumkin. Chorny emas. Hop, o'qilishi Chrome. Hop, bizada bu dastur kerak emas. Keyingisi Firefox browser, keyingisi Windowsning o'z browseri Microsoft Edge, keyingisi Microsoft OneDrive dasturi. Microsoft OneDrive dasturi juda katta xotirani va katta RAM xotiramizni band qilib turadi. Chunki Microsoft OneDrive dasturi doimiy holatda orqa fonda ishlab boradi. Shuning uchun OneDrive dasturi bizga kerak emas. Undan keyingisi Microsoft Update Health Tools. Bu Microsoft tomonidan o'rnatilgan yangilanishni ta'minlab beradigan dastur. Xo'p, e'tiborli bo'lamiz, keraksiz dasturlarga tegmaymiz, chunki har bir dasturning o'z vazifasi bor. Keyingi dasturlar Microsoft Visual C++. C++ bizga grafikada juda katta rol o'ynaydi, grafikada juda katta o'z o'rniga ega. Bu dastur qolish kerak. Bu dasturga tegmaymiz. Keyingisi OBS Studio. Endi bu meni kompyuterim bo'lganligi uchun bunda meni shaxsiy ilovalarim, shaxsiy dasturlarim bor. OBS ham menga kerakli dasturlardan biri. Opera bu browser, Paint har bir Windowsda bo'lganidek informatika fanida o'qigansiz. Paint bu Paint. Keyingisi Search Bar. Search Bar ham bizga kerak emas. Keyingisi Update for Windows. Bu ham yangilanishni ta'minlovchi dastur. Keyingisi bizga kerakli yana bir dastur. Bu ham qoladi. Xo'p, keyingisi Nojnitsa. Nojnitsa bu bizga kerakli dastur, chunki u kompyuterda screenshot qilishimizga yordam beradi. Undan oldingilari Yandex, keyingisi Driver yoki
driver dastur desak ham bo'ladi. Driver pack tomonidan o'rnatilgan. Driver pack videosi ham kanalimizda mavjud. Driver packni o'rnatishni, driverlar yetishmayotgan holatda ularni qanday aniqlash mumkinligi belgilab ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, hammasi tushunarli bo'lsa, boshladik. Birinchi bo'lib Chornoy brauzerdan boshlasak. Xo'p, dastur ustiga mishkamizning chap tomonini bosadigan bo'lsak, yuqori qismda udalit tugmasi paydo bo'ladi yoki o'ng tomonini bosgan holatda udalit tugmasini chiqarishimiz mumkin. Ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi. Udalit. Xo'p, bu yerda Windows bizdan so'ramoqda, tasdiqlaysanmi deb da tugmasini bosamiz. Va mana ko'rib turishingiz mumkin, dastur avtomatik o'chirildi. U bizni saytga yuboradi. Bu hech qanday sayt emas, muhim emas bu. X qilib chiqib ketamiz. Xo'p, agar dastur sizda o'chmay qolsa, shunchaki mishkaning o'ng tomonini bosish orqali obnovit qilinsangiz, dastur yo'q bo'ladi. Keyingisi Firefox, yana bir marta ko'rsatib o'taman. Mishkaning o'ng tomoni yoki paydo bo'lgan tugma orqali udalit. Ko'rib turganingizdek, bu dastur ham o'chib ketdi. Yana saytga yuboradi, bizga kerak emas. O'chib ketdi. Keyingisi Microsoft OneDrive dasturini o'chirishga harakat qilib ko'ramiz. Udalit. Mana dastur o'chib ketdi. Keyingisi Opera brauzer dasturi bo'lib, unga mishkaning chap tomon qismini bosib belgilanadi. Keyin o'ng tomon qismini bosib udalit tugmasi bosiladi. Opera brauzerining o'chish parametri sal boshqacha, boshqa dasturlarga nisbatan har xil dasturlarda har xil bo'ladi. Bu yoqda установить zаново va udalit knopkalari bor. Keyin belgilashimiz uchun pользователь данныйлari, ya'ni foydalanuvchining ma'lumotlari bor. Bizga brauzer ichidagi dasturlar bilan o'chib ketish kerak. Ya'ni foydalanuvchi ma'lumotlari bilan o'chib ketish kerak. Xo'p, mishkaning chap qismini olib kelib katakchaga bosamiz va udalit qilamiz. Xo'p, bu yana bu safar Operaning shaxsiy saytiga yuboradi. X qilib chiqib ketamiz. Mana dastur avtomatik tarzda yo'q bo'ldi. Xo'p, qolgan dasturlar xohlasangiz qoldiring, xohlasangiz qoldirmang. Lekin 360 Total Security dasturini qoldirish juda ham xavfli, chunki bu kompyuterimizni juda katta RAM xotirasini egallaydi, tezkor xotirasini. Xo'p, bu yerda mishkaning o'ng tomonini udalit и изменить bo'limlari chiqadi. O'chirib yuborish yoki o'zgartirish. Bizga udalit kerak, bosamiz. Bu yerda har xil oynalar chiqadi. Iltimos bularga chalg'imang va bizda Daley tugmasi bo'ladi. Burchakda o'ng qism tomonda. Daleyni bosamiz. Keyingisida har xil bo'limlar chiqadi. Bu yoqda Исправить yoki Будет защищить, помощь degan tugmalar bo'ladi. Bularga chalg'imang. Ortiqcha bular hammada har xil ko'rinishda bo'ladi. Bizga eng keraklisi Мне это не нужен. Va uni ostidagi Daley tugmasi. Daley tugmasiga bosamiz. Bu yerda har xil bo'limlar chiqadi. Bizga uchun eng keraklisi udalit bo'ladi. Udalit qismiga bosamiz va udalit tugmasini bosamiz. Bu yerdan yana bir marta so'raydi. Bu yerda galочка qo'yamiz ikkita katakka. Udalit fayli va boshqa har xil turdagi keshlarni o'chirib tashlaydi bizning kompyuterimizdan. Daley tugmasini bosamiz. Va yana bir marta so'ramoqda, o'chirishni xohlaysanmi deb. Okey. Kutib turamiz, dastur o'chib ketguncha. Dasturning fayllari ko'pligi sababli sal-sekin o'chadi. Eslatib o'taman, agar bironta dasturni o'chirayotgan bo'lsangiz, boshqa bir dasturni o'chira olmaysiz. Bir dastur o'chirilishi yakunlanishi kerak va keyingi dastur o'chiriladi. Mana dastur o'chgandan keyin bizga Windowsning antivirusidan xabar keldi, ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda выключение защиты от вирусов. Viruslardan himoya dasturi o'chdi. Ya'ni faoliyatida emas. Xo'p, mana dastur ham o'chib ketdi. Bu yerdan завершить tugmasini bosamiz. Va bir marta obnovit orqali dastur yo'q. Xo'p, bu yerdan search barni ham o'chirib yuboramiz. Search bar ham hech qanday muhim rol o'ynamaydi, u ham kerak emas, dastur hisoblanadi. Udalit. Windows yana tasdiqlashimizni so'raydi. Mana ko'rib turganingizdek keraksiz dasturlar o'chdi. Xo'p, panel upravleniyadan chiqib ketamiz. Panel upravleniyadan chiqqaningizdan keyin e'tibor bersangiz, hamma dasturlarning ikonkalari, ya'ni yarliqlari o'chib ketdi. Bu yerdan biz qoldirganlar qoldi. Va ikkita yana ikonka qoldi. Bular yarliq. Bular qanday yarliq?
Bular bizni elektron veb-saytga jo'natib bera oladigan yarliqlar. Bular kerak emas. Bularni hammasini belgilab turib, mishkaning chap tomon tugmasi orqali belgilab, o'ng tomon tugmasi orqali menyuga kirib, bu yerdan udalit qilishingiz mumkin. Yoki hammasini birdaniga chap tomonni bosib, mishkani tortgan holatda belgilab, birdaniga o'chirib yuborishingiz mumkin. Biz birdaniga o'chirib yubordik. Mana dastur o'chib ketdi bizdan. Biz bilan hammasi juda oddiy va oson. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.